Isroil Eronga qarshi yolg'iz qolishi mumkin. AQSh prezidenti Donald Tramp Isroilning N12 telekanaliga bergan intervyusida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuni Eronga nisbatan harakatlarda ehtiyotkor bo'lishga hamda mabodo vaziyat keskinlashsa, Isroil AQSh yordamsiz qolishi mumkinligidan ham ogohlantirdi. Trampning so'zlariga qaraganda esa AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralarda vositachilik qilayotgan 5 davlat undan Netanyahuga bosim o'tkazishni so'ragan. Ular Isroil hujumlarini to'xtatish uchun bizdan Tel Avivga ta'sir o'tkazishni so'radi. Men Bibiga qo'ng'iroq qildim va uni bunga majbur qildim, degan Tramp. AQSh prezidenti bu orada aynan Eron tomoni birinchi bo'lib Isroilga hujum qilmaslikka va'da berganini aytdi. Isroil bizga yangilangan ma'lumotlarni juda kech yetkazdi. Ular allaqachon hujumga o'tgandi. Men hujum ko'lamini qisqartirishga erishdim, deb Washington hamon Tehron bilan kelishuvga erishish tarafdori bo'lib qolmoqda va Eron ham bunday bitimni imzolashdan manfaatdor demoqda. Birinchi bo'lib Isroilga zarba bermaslikni va'da qilgan Eron 7-iyun kuni kechqurun Isroilga raketa zarbalari yo'llagan. Bu hujum Isroil armiyasining Livan poytaxti Bayrut chekkasidagi Hizbulloh infratuzilmasiga uyushtirgan zarbasidan ko'p o'tmay sodir bo'ldi. Isroil harbiylari raketalarning bir qismi tutib qolinganini va javob zarbalari berilganini ma'lum qilgan. Ushbu urushlar fonida Rossiya maxsus xizmatlari Eronning marhum oliy rahnamosi Ali Xomanaiy o'ldirilganidan so'ng Vladimir Putin va boshqa yuqori martabali amaldorlar xavfsizligini ta'minlash maqsadida yaratilgan maxsus video kuzatuv tizimini vaqtincha o'chirib qo'ygani borasida Financial Times xabar berdi. Nashrning qo'shimcha ma'lumotlariga ko'ra esa Rossiya xavfsizlik xizmatlari tizimni obdon tekshirgan, uni internetdan imkon qadar izolyatsiya qilish choralarini ko'rgan va shundan keyingina qayta ishga tushirgan. Fevral oyining oxirida boshlangan AQSh Isroil Eronga qarshi urushida Ali Xomanaiy o'ldirilganidan keyin Isroil razvedkasi Tehrondagi yo'l kuzatuv kameralarini buzib kirgani hamda ulardan yillar davomida ma'lumot olib kelgani ma'lum bo'lgan. Xuddi shu kameralardan olingan ma'lumotlar Isroil harbiylariga Eron oliy rahnamosiga qarshi aviazarbani rejalashtirishda yordam bergan. Financial Times qayd etishicha, kuzatuv kameralarining hakkerlar yoki xorijiy razvedka xizmatlari tomonidan buzilishi yangi hodisa emas. Biroq sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi bu xavfni sezilarli darajada kuchaytirmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra esa eronliklar ham Isroil video kuzatuv tizimlariga kirishga muvaffaq bo'lgan. Biroq ularda uzluksiz video ma'lumotlar oqimini samarali qayta ishlash imkonini beradigan vositalar bo'lmagani sababli bunday hujumlarning amaliy samarasi cheklangan. Hozircha Isroil va Eron o'zaro hujumlarni to'xtatdi. Ammo Eron agar Isroilning Hizbullohga qarshi aviazarbalari davom etsa, Tehron javob zarbasi berishni aytdi. Isroil bosh vaziri bo'lsa, hujumlarni to'xtatganiga qaramasdan Eron va Hizbullohga qarshi janglar tugamaganini aytdi.